Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, Shoh Pro'ning obunachilari. Sizlarga bugun Hazarasipdan Shilaka blok narxlari bilan tanishtiraman. Xudo xolasa, bu nega desangizda Hazarasipda mol bozori to'g'risida bo'ladi do'stlar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Shilaka blokning dadasi bo'ladi buni. Qalinliklarini ko'rishingiz bo'ladi bemalol. O'rni talaba javob beradi. Xohlasanizlar bunchaki rangida, xohlasanizlar qizil rangidan ham bor. Yeni bir de arzora variantından ham bor. Bu sel ip karak bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bir de yana qizil varianti. Qizil variant ham shu ichi 2 do'shli tumalak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Sifatini javob beramiz, xudo xolasa. Kimlarga kerak bo'ladi bo'lsa, bemalol shu ekrandagi telefon nomeriga telefon urib bog'lansanizlar. Hazırası bo'ylab dostavka qilib beradilar, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Narxlarni aytib o'tamiz. Buni chazum bo'ldi. İstimalaki bunun narxi 7000 so'm. Bular narxi 6000 so'm. 1000 so'm farq etadi. 4 burchaki do'stlar 6000 so'mdan, ichi tumalaki 7000 so'mdan bo'ladi. Chunki unga qaraganda buni rasxoti ko'proq bo'ladi, ham sifatli bo'ladi do'stlar. Bemalol shu ekrandagi telefon nomeriga telefon urib bog'lansangiz, cheklanmagan miqdorda yetkazib beradilar do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kanalda yangi bo'lsangizlar, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar.